Mana suv, ariq, ertalab piyoda yuryapmiz. Mana quyosh chiqmoqchi bo'lib turibdi. Mana bizni qarindoshimiz. Har kuni 6 kishi 7 kishi bo'lib yuradi. Bugun ikkalamiz bo'lib qolibmiz qandaydir. Mana haligi o't bosib yotgan, suv bosgan joylar mana shu pax g'o'zalar shunday bo'ldi mana. Faqat bu yerda endi hozir o'sadigan narsalar yontaq qoldi. Art chakkasidagi o'tlar, tutlar ham mana shu holatda bo'ldi. Qarg'alar bu yoqqa ketyapti. Bir yerda o'tirgan bo'lsa kerak, dashta. Qayerda o'tirgan biz qarg'alar? Terak bo'lsa shu yoqda o'tirganda bir terakda. Laylaklar o'tadigan vaqti bo'ldi endi. Yuzlab laylak o'tyardi. Qandaydir bugun ko'rinmayapti qandaydir ha. Balki o'tib qolar so'ngra. Bu yoqqa shu yerda quyosh chiqmoqchi bo'lyapti. Mana zo'chiral ko'rinadi quyosh chiqadianda. Quyosh birinchi shafag'i chiqadi, qish kuni quyosh shomon ko'rinadi. Quyosh shafaq deydi-ku. Shunisi. Alangas ko'rinadi, o'rniga. Havo taptoza. Seniki yo'q. Mazza. Bu yerdagi bahorimiz zo'r bo'ldi-ku. Endi hozir Tabiat. Xodarada Saratonda bunchalik yo'q, qayerda suv? Xodarada laqab. Lekin Xodarada to'lib o'g'yapti, to'lib o'qmoqchi, jangatlarda o'g'yapti to'lib. Agar paxta ko'p edi, boyagidek. Hozir paxtalar kamaydi ekan. Yana bir nimaga dedi? Qonun chiqarib, boyni kiyimlar bor-ku. Boyni kiyimlar kiymas kerakmish. Agar boyni kiyimlar kiysang, qandaydir katta jarima bo'lsa ekan endi. O'zimizdami? Ha, shuni qaror chiqarib qo'ydi. 3-4 kun bo'ldi. Qaror chiqardi shuni davlat. O'zbek mashina ko'rib ketdi-da. Ha, to'g'ri. Mashina. Militsiyanikini, boynini kiyib olib. Ha, to'g'ri. Shunaqa mashinalar to'g'ri gap. Quyosh chiqdi suv ko'tarildi. Mana jiyda yegan berdekan shular qoldi-da endi. Ko'chani qasda jiydalar qoldi. Qayerda ariq qoldi, selar qoldilarida. Ortiq keladi-ku. Quyosh chiqdi mana, ko'tarildi quyosh.